Biz Nami oroliga bordik. Ha. O'sha siz bilgan mashhur qish sonatasi, dramasi olingan orolning xuddi o'zginasi. Aslida bu orolga kema orqali boriladi, lekin biz oddiy yo'lni tanlamadik. Zip line orqali uchib bordik. Ana, orolga ham yetib keldik. Orolga yetganimizdan keyin esa go'yo ertakning ichiga tushgandek bo'ldik. Atrofda osmon bilan teng baland daraxtlar, havo esa top-toza edi. Orolning har qadamida tovus va quyonchalarni uchratish mumkin edi. Lekin eng hayratlanarlisi tuyaqush. U og'zini katta ochib selfi qilaylikmi degandek yonimga keldi. Men telefonni chiqarsam, u birdaniga boshqa tarafga qarab yurib keta boshladi. Voy. U telefonimizga hamla qilmoqchi bo'lgan ekan.